Bugungi dam olish kunimni mazza qilib o'tkazgani menga hech narsa xalaqit bermaydi. Hattoki shu kichkinagina dog'am. Hozir tez yuvib qo'yib, keyin mazza qilib dam olaman. Shu bahonada vannani yuvishni boshladim. Oynani yuvdim, rakovinani yuvdim, polni artdim. 1 soatdan keyin uyg'ondim, chunki tozalaydigan vositam tugab qoldi. Zakaz qilishga o'tirdim. Qolgan kerakli narsalarni ham zakaz qilish uchun ro'yxat tuzishni boshladim. Qarasam, tortmam yaxshi ochilmayapti. Tuzatmoqchi bo'lib, instrument qidirishni boshladim. Tepaga chiqdim, yo'q ekan, qaytib tushdim. Shkafni ochdim, qarasam, bardak to'g'rilashni boshladim. Lekin instrumentlarni bu yerdan topa olmadim. Boshqatdan yaxshilab qidirishni boshladim. Bizani uyda umuman instrumentlar yo'ligi esimga tushdi. Zakaz qilishga o'tirdim. Eski ro'yxatimni zakaz qilmaganim esimga tushdi. Ro'yxatni qidirishni boshladim. Ro'yxatimni topamadim, lekin bir olam yuvilmagan shtova topdim. Yuvishni boshladim, qornim ochdi. Xolodilnikda o'zini osgan sichqondan boshqa hech narsa topolmadim. Xolodilnikni yuvdim. Ovqat qilishga magazindan narsalar olib keldim. Tushlikka ovqat tayyorlashni boshladim. Ovqat tayyor, faqat bitta kartoshka qoldi. Xayr deb xolodilnikka tiqvordim. Kuchim qolmaganidan kravatga yiqildim. Uyga erim keldilar. Hali ham yotibsanmi?